Şinjan hökumətinin Qorçaq başlığı Erkin Dunyaz Angliyaning teklifi bilan Şinjan meselesini ve münasebetli ayrim kişilerinin ahvallarini muzakara qilish uchun davlat ziyaratiga bir kuni Angliyaga keldiganligi oshkorlangan. Erkin Dunyaz yaqin kunlarda Yevropa nurg'un davlatlarida Şinjan meselesini muzokara qilish uchun rasmiy ziyoratda bo'ldi ekan, ham BDT yig'inida qatnashdi ekan deydi. Cenevada içiladigan ya'ni Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Xalqaralıq İqtisadi, İctimai ve Medeni Hak Hukuklar Ahnamasını Qoğdaş Komiteti Xitay hükümetinden hesap aladigan bu vaqtlarning oldida bu Erkin Dunyaz başlığıdaki bir türküm Xitay tarafidan teşkillengen ümekning muşu yakshanba kuni 12 chisla Angliyaga keldiganligi, anandan keyin Belgiyaga berib u yerda bir türküm yarg'an sapsatadan sotadiganligi xabar qilinmoqda. Demak, Xitoy tajovuzchilari mushu Jenevada bo'ladigan ABMQ yig'inning nimasiga asosan Xitoy tajovuzchilari buningga tayyorlik bilan Erkin Dunyaz boshlig'ida bir turkum umakni taxminan 100 kishiga atrofidagi kishilarni tashkillab, uning ichida nurg'unlagan yasagan Uyg'ur qo'chaqlar, aniken Tibetlar va boshqa millatlardami bo'lishi ehtimolligi bor ekan. Bu yerda Sharq Turkistonda Uyg'urlarni noiti erkiy qirg'inchilik yo'q, erkin azod yashaydi degan shaklda yani baxtlik bir yolg'on tashviqotni qilish maqsadida bu yerga so'rab kelayotganligi aniq. Demak, yakshanba kuni bo'ladigan 12 yanvar fevral kuni Angliyada bo'ladigan ko'rishishi, onundan keyingi 13-islar balkim taxminan 13-islar Belgiyada bo'ladigan ko'rishlari, anandan keyin 14, 15, 16 Birleşken Milletler Teşkilatı Jenevada bo'ladigan ko'rishlarida naiti aktiv rol o'ynash uchun Erkin Dunyazni naiti pardozlab, naiti qurashtirib, naiti yolg'on so'zligi liqqachlab ilib kelayotganligi ma'lum. Agar imkoniyati yor bergan qarindoshlarning mushuning o'rnini bilalasa, derhal ses tuxumlar bilan Erkin Dunyaz boshlig'idagi umaklarni derhal qarshi olishini umid qilamiz. Chunki bular naiti bir shaklda bu yil Xitoyning qilayotgan yolg'on sapsatlarini ko'rdik. Xitoyning Chag'an bayramining oldiga mayli vatan bo'lsin, mayli vatan sirtida bo'lsin, bir turkum Uyg'ur manqurtlarini yetishtirib, uni pardozlab, o'zining Xitoy bayramini tabriklayotganligi ko'rinishlarni va bir turkum manqurtlarni o'zining oshkora qilganligidek ko'rinishlarni ko'ryapmiz. Shundan bilan birga bu yil dunyoni aldash uchun boshda shu irqiy qirg'inchilik yakunini chiqargan Angliyadan boshlab u yerda yolg'onchilik qilishni boshlaydiganligini, uningdan keyin mayli Belgiya olsun, mayli Jenevada olsun, u yerda bir turkum o'zining hili neyranglarini sapsatini bozorga soldiganligi aniq. Aldığımız günlerde bir türküm yasalma Müslüman siyaqidagi insonlarni yasab o'pirib, Sharq Turkistondagi xalqimizni va dunyoning ko'zini bu yoshga uringan bo'lsa, bu qitim 100 kishilik bir hay'at bilan dunyoning markazi bo'lgan, ya'ni Birleşken Milletler Teşkilatı'da yana bir qitim uyan qo'yishga hozir bo'lganligidek bir ahvollarni ko'rib turyapmiz. Buning uchun imkoniyat yor bergan qarindoshlarimizning mushu namoyish maydonlariga va mushular borgan davlatlarda turishli qarindoshlarimizning mushlarni qarshalash uchun yanchig'i bir ikki tal sesiq tuxum silib olib, payt kelgan vaqtida ularni bir qarshi olishni umid qilamiz.